g'olib! Okay, whoa. Look, they can never keep me down, I'm going. And if I ever fail, just know I'll go again. I never quit, cause I know that every loss may lead to another win. I'm Raqib going Qizil Burchak. Hamyurtimizning yoshi 27 da, bo'yi 173 cm, vazni 61 kg. Он мастер спорта и чемпион Узбекистана по ММА. Кандидат в мастера спорта и двукратный чемпион Узбекистана по панкратиону, представляющий Aqtepa Fight Club Toshkent, O'zbekiston. Рядом поединка Манап Кабдиев, Казахстан. Demak do'stlar, birinchi jang boshlanish arafasida Elimsa Jandavlet Qozog'iston vakili professional ko'rsatkichi 2 ta jang va 2 ta g'alaba. Demak do'stlar, hamyurtimiz Behruz Isroilov Prof MMA'da 4 g'alaba va 1 mag'lubiyatni qayd etgan va tarix boshlandi. Mangu kardining birinchi jangi, birinchi kartidagi birinchi jang boshlab berildi. Demak, low bilan boshladi Behruz Isroilov. Ha, aytib o'tdim, u havaskor yo'nalishda O'zbekiston chempionligini qo'lga kiritgan 56-7 kg vazn toifasida keyinchalik vaznni bitta yuqoriga ko'tardi va professional faoliyatini aynan ushbu vaznda boshladi. Hozir e'tibor bergan bo'lsangiz, hamyurtimizning low kick zarbasini raqib tutib olishga harakat qildi. Ma'lumotlarda aytildi, u grappling bo'yicha Qozog'iston chempioni ekan, shu sababdan balki kurashga harakat qilishi mumkin. Mana bu yerda esa ajoyib low kick Behruz Isroilovdan. Albatta muvozanatdan chiqara oldi ushbu kuchli low kick. Shuningdek, pankration bo'yicha ham chempion ekanligi aytib o'tildi. Xullas, oddiy raqib emas, hali mag'lubiyatga uchramadi. 2 ta jang va 2 ta g'alaba. Bir-biriga munosib raqiblar. Hozircha aynan low kick zarbalari bilan cheklanishdi. Mana o'ng qo'lini biroz o'tkazib yubordi Isroilov, lekin barchasi joyida. Albatta raqib erkin harakat qilyapti, go'yo bir aylanma zarba demak. Ajoyib. Mana bu yerda esa darhol takedownga harakat qilyapti qozog'istonlik jangchi. Bermaslik kerak. Behruz birgina aylanish bilan ushbu vaziyatdan chiqib ketsa bo'ladi. Mana shunday tizza zarbalari ham kerak. Yaxshi vaziyatni o'z tomoniga og'dira oldi Shohrux. Mana endi qulay vaziyat Isroilovda, to'g'rimi? Nazorat endi Behruz Isroilovda, endi u harakat qilib ko'rsa bo'ladi, takedownni amalga oshirishga. Yaxshi zarba bilan chiqib ketyapti. Mana shunisi zarba bilan chiqib ketishi juda yaxshi-da. Oldinga boryapti Qozog'iston vakili. Yana bir low. Oldingi qo'lni o'tkazib yubordi. Ehtiyot bo'lish kerak mana shunday zarbalardan. Ha, Behruz Isroilov Jasur Alijonov shogirdi hisoblanadi. Qozog'istonlik jangchi haligacha mag'lub bo'lmagan. Mana bu yerda takedown amalga oshyapti. Takedown. Albatta bu yozildi. Qozog'iston vakili hisobiga gard holatidan jang davom etadimi? Turib ketish kerak Behruz. Ha, hozir turib keta oldi va vaziyatni o'z tomoniga og'dira oldi. Ha, jang gard holatida davom etadi. Biroq endi ustunlik hamyurtimiz tarafida. Albatta, birgina o'sha aylanma uslub bilan holatni o'zini qo'liga oldi Behruz. Bu ajoyib. Hali oldinda vaqt yetarlicha, 2 daqiqa vaqt bor. Raqib ustida har xil uslublarni, zarbalarni qo'llab ko'rish mumkin. Kuchni ham teng taqsimlash kerak, albatta. Yaxshi, mana shunday nazoratni davom ettirish lozim. Imkon bo'lsa, o'sha og'riqli uslubga yoki bo'g'ish uslubiga o'tib ketsa bo'ladi. Imkon bo'lmayaptimi? Mana shunday zarbalar bilan nazoratni ushlab turish kerak. Tirsak zarbalari boshlanyapti. Albatta bu jarohatli zarbalar hisoblanadi. Ha, uchburchak holatidan ehtiyot bo'lish ham kerak. Buni albatta o'zi yaxshi biladi Behruzni. Hozircha yomon emas mana. Biroz oldinroqqa surilish kerak. Ha, surildi ham.
Yaxshi. Demak, Behruz Isroilov tomonidan davom etyapti. Ma'lumot uchun aytib o'taman, qozog'istonlik jangchi Jandavlat barcha g'alabalarni o'zbekistonlik jangchilarga qarshi qozongan ekan, ya'ni ikkita g'alabasi ham o'zbekistonlik jangchiga qarshi bo'lgan. Bu o'ziga xos revansh jangi, demak. Albatta, agar bugun g'alaba bo'lsa, Behruz Isroilov umuman o'zbek xalqi uchun revansh olib berishi mumkin. Anchagina talofat ko'rganligi ko'zga tashlandi Jandavlatni, lekin yaxshi himoyalanyapti. Vaqt ham oxirlab boryapti. So'nggi 30 soniya do'stlar. 30 soniya vaqt qoldi. Ha, birinchi raundda ustunlik hamyurtimiz tarafida deb bemalol ayta olamiz. Nazorat bor, takedown bor, aniq zarbalar bor va parterdagi o'sha katta ustunlik, nazorat borasida. Zarbalar demak. Risk qilib ko'rsa bo'ladi oxirgi 15 soniya. Lekin oldinga boryapti qozog'istonlik jangchi. Takedownga harakat. Yaxshi apkikni amalga oshirdi. 5 soniya. 5 soniya. Yana bir apkik. Navbatdagisi. Va shu pallada birinchi raund o'z poyoniga yetdi do'stlar. Yuqoridagi fikrimni takrorlayman, Shohruh. Birinchi raund Behruz Isroilovniki bo'ldi. Aniq. Chunki raundning yarmida Behruz Isroilov nazoratni o'sha parterda o'zini qo'lga oldi va umuman bermadi raundning so'ngigacha. Endi esa 1 daqiqalik tanaffus, ikkala jangchiga ham murabbiylar kerakli ko'rsatmalarni berishadi. Albatta, Jasur Alijonov bugun asosiy tashkilotchi va hozir Behruz Isroilovni burchagida ko'ringani yo'q. Uning bundan muhim ishlari bor deb bemalol ayta olamiz, lekin Jasur Alijonov bilan birga faoliyat yuritadigan murabbiylar ham anchagina tajribali va ular kerakli ko'rsatmani bera oladi. Shu o'rinda Jasur Alijonov va uning komandasi haqida biroz so'z yuritadigan bo'lsak, hozirgi kunga kelib Jasur 4 karra jahon chempionini chiqara oldi. Ya'ni 4 ta jahon chempionini, uning ikkitasi yoshlar hamda kattalar o'rtasida Zafar Asatov, Zafar Rashidov va Xurshida Roziqova. Ajoyib natija. Shuningdek, yoshlar toifasida Avaz Anvarov 2 karra Osiyo chempioni, Samandar Abdurahmonov ham Osiyo chempioni, jahon chempioni. Xullas shunaqa ajoyib natijalar qayd etilyapti aynan Jasur Alijonov jamoasida. Ikkinchi raundga start berilyapti do'stlar. Behruz Isroilov hozircha birinchi raund o'ziniki qildi desak bo'ladi. Ikkinchi raundda endi ko'ramiz. Start berildi ikkinchi raundga demak. Yana ichki low kick bilan boshladi Behruz va high kick bilan javob qaytaryapti Qozog'iston vakili. High kick zarbasi biroz ozgina yetmay qoldi. Oldinga boryapti Qozog'iston. Ikkilik zarba, ehtiyot bo'lish kerak mana shunday zarbalardan. Behruz yana bir low kick va muvozanatdan chiqardi. Behruz oyoqlarda qizarish yaxshigina sezilyapti Qozog'iston. oldingi qo'lni havoga ehtiyot bo'lish kerak. Zarbalar almashinuvi. Jandavlatdan ham ajoyib aniq zarbani ko'rdik. Bermaslik kerak Behruz. Takedownga harakat qilyapti Jandavlat. Ha, aytib o'tdi, grappling borasida Qozog'iston chempioni ekanligini. Shuning uchun takedownga bermaslik kerak. Birinchi raundda grapplingni o'zini o'tmadi. Mana va yana bir ajoyib harakat. Burchak uslubidan ehtiyot bo'lish kerak albatta bu yerda. Va uddaladi. Behruz nazoratni qo'lga oldi shu tarzda. Yaxshi, gard holatida jang davom etadi. Asta-sekin o'sha oktagon chetiga qadab olgan holda nazoratni davom ettiradi Isroilov. Tanaga zarba, mana shunday zarbalarni yo'llay berish kerak. Birinchi raundda mana shu holat 2 daqiqa vaqt qolganda yuzaga kelgandi. Hozir esa deyarli 4 daqiqa qolganda yuzaga keldi va yetarlicha vaqt bor raund oxirigacha raqibni qiynash uchun. Lekin birinchi raundda anchagina talofat yetkaza oldi hamyurtimiz. Mana o'zingiz ko'rib guvohiga aylanyapsiz. Mana bu ham anchagina talofat yetkazuvchi zarbalar. Albatta. Yana bir kuchli tirsak zarbasi. Upkickdan ehtiyot bo'lish kerak. Grand and Pounddan zarbalar ko'ramizmi? Hozircha bunga shoshilayotgani yo'q
Isroilov. Mana Jasur Alijonov ushbu liga asoschisi. Garchi ushbu rolda asoschi sifatida mana shu kamerada ko'ringan bo'lsa ham, u aynan shogirdi bilan, yuragi bilan birga bo'lishi aniq. Chunki birga tarbiyalagan albatta Isroilov. Bu esa Abdurahmon Fozilov ham astoydil muxlislik qilmoqda. Taniysiz, bu insonni tanishtirishga hojat yo'q. Demak, biz oktagonga qaytamiz. Behruz Isroilov, Elimsa Jandavlet qarama-qarshiligi ikkinchi raund do'stlar. Hozircha yomon emas. Yaxshi. Behruz Isroilov ajoyib harakat qilyapti. Raqib biroz zarbalarni ko'rmayotgandek, o'zi tashlayotgan zarbalarni ham aniqlik unchalik yuqori emas. Mana bu hozir takedown. Nazorat endi Qozog'iston vakilida, lekin unda kuch poyoniga yetib borayotgandek mening nazrimda. Albatta, anchagina toliqdi, chunki himoyada juda katta kuch sarflab yubordi. Mana hozir tayyorgina vaziyatni ham yo'qqa chiqaryapti o'zi osongina. Zarbalar ikkita kuchli. Menimcha burun sindi. Yaxshigina qon oqyapti hozir. Jandavlet ham o'tkaza oldi qo'l zarbasini. Ehtiyot bo'lish kerak. Qo'llarni biroz ko'tarish kerak. Mana aylanma round kick. Behruz Isroilov. Davom etamiz do'stlar. Low kick yana muvozanatdan chiqdi. Endi yakunlab qo'ysa bo'ladi. Albatta, ketma-ket zarbalar. Do'stlar, Behruz Isroilov muddatidan avval g'alaba qozonyapti. Texnik nokaut. Albatta, o'zbek xalqi uchun revansh olindi. Do'stlar, Qozog'iston vakiliga ham tasanno shunchaki, chunki u mardona kurashdi bugungi jangda. Burun sinib ketganini boyagina aytdim, rostdan ham sinib ketdi va bu holatda jangni o'zi parterda turib davom ettirishni o'zi qiyin, chunki nafas olish oson bo'lmaydi va bu yerda ikkinchi raundning oxiriga ham yetib qolgandik. Behruzga esa shunchaki